Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan kelasi zamonni o'rganamiz. Rus tilida kelasi zamon ikki xil turda bo'lishi mumkin. Tugallanmagan va tugallangan bo'lishi mumkin. Hozir bularning farqini ko'rib chiqamiz. Menimcha ko'pchilik uchratadi mana shunaqa chitать, прочитать, ya'ni bir-biriga o'xshash fe'llarni va ularni hozir biz barchasini kelasi zamonda aytilishini ko'rib chiqamiz. NSVS mavzusi bundan keyingi mavzu bo'ladi. Agarda shu mavzu bilan sizda muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta darslarni kuzatib boring. Demak, qaraymiz. NSV. O'zi NSV degani расшифровкасы nima? Bu несовершенный вид. Несовершенный вид. Ya'ni bu degani tugallanmagan ish harakati, ya'ni tuganmagan shakli. Demak, chitать fe'lini oladigan bo'lsak, biror narsani o'qimoq tarjimasida keladi va buni biz kelasi zamonda aytishimiz uchun mana shunaqangi qo'shimchalar qo'shishimiz kerak bo'ladi. Endi qaranglar, bu qo'shimchalar shablon sifatida ishlatsak bo'ladi. Buni yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni olmoshlagan nisbatan o'zgarib keladi. Mana shu oldidan keladigan qo'shimcha o'zgaradi. Demak, qaraymiz. Yaga nisbatan eslab qolamiz. Я буду, ты будешь, он будет, она будет. Ano bo'lsa ham bu yerda будет bo'ladi. Мы будем, вы будете, они будут bo'ladi. Va bundan keyin xohlagan bir fe'limizni qo'yib ishlatishimiz mumkin. Bu yerda men chitать yozganman, писать, bu yerda звонить. Xohlagan bir fe'limizni moq qo'shimchasida qo'yamiz, ya'ni tushlamasdan qo'yamiz. Ya'ni o'zini o'zgartirmasdan qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz faqatgina mana shu shablondagi so'zlarni yodlab olishimiz kifoya bo'ladi. Kelasi zamonda biror ish harakati takrorlanadigan bo'lsa, ya'ni bundan keyin men mana shu universitetda o'qiyman yoki men har kuni ertalab aytaylik stakan suv ichaman. Shunaqangi kelasi zamonda davom etib keladigan ish harakatlarga nisbatan biz aytishimiz mumkin ekan. Ya'ni budu bilan aytar ekanmiz. Endi budu so'z shakli ham bor. Buni ham ko'rib chiqamiz. Mana chitать, прочитать ikkalasi ham o'qimoq tarjimasida keladi. Faqat farqi bu NSV, bu SV shaklda kelyapti. Endi SV ham NSV ham kelasi zamonda aytilishi mumkin. Shu yerda savol bo'ladi ko'pchilik o'quvchida, agarda ish harakati tugasa, qanday qilib kelasi zamonda kelishi mumkin? Ya'ni kelasi zamonga nisbatan qanday qilib ish harakati tugatib aytishimiz mumkin? Endi qaranglar, shu joyda aytib o'taman. Bu yerda konkretni, ya'ni aniq qiladigan ishingiz bo'lsa, bir aniq men ertaga biror joyga boraman yoki nimadirni qilaman deb точно aytadigan bo'lsangiz, rejalashtirib уже aniq bo'ladigan ish bo'lsa, o'shanda aytishingiz mumkin. Demak, yoki bir martaba bo'ladigan ish harakat bo'lsa, я прочитаю, bunda xuddi hozirgi zamonda o'zgarayotganda o'zgaradi. Misol uchun, esingizda bo'lsa, прочитать fe'lini o'sha t yumshatish belgisini o'rniga biz yu qo'shimchasini qo'shish orqali o'zgartirgan edik hozirgi zamonda. Va bu ham xuddi hozirgi zamon qo'shimchalarini oladi. Yu, yesh, yet, yem, yeti, yut. Hozirgi zamonda tuslanayotgandek bo'ladi, faqatgina farqi bu yerda oldida pristavka qo'shiladi, ya'ni oldida qo'shimchasi bo'ladi. Bu fe'llarni ko'pchilik o'ylaydi hozirgi zamonda keladigan shakli deb, lekin eslab qolinglar, SVni hozirgi zamon shakli yo'q, ya'ni hozirgi zamonda kelmaydi. Faqat o'tgan zamonda kelishi mumkin va kelasi zamonda kelishi mumkin. Misol uchun, o'qidim bo'lib kelishi mumkin va o'qiyman bo'lib kelishi mumkin. O'qiyapman bo'ladigan bo'lsa, avtomatik tarzda bu NSV bo'ladi. Chunki o'qiyapman deganda natija yo'q, hali o'qib bo'lgan haqida ma'lumot yo'q. Shuning uchun ham bu hozirgi zamonda bo'lishi kerak bo'ladi, ya'ni davomiy ish harakati bo'ladi. Shuning uchun eslab qolinglar, bu ko'rinishidan hozirgi zamonga o'xshagani bilan, lekin bu kelasi zamon fe'li. Ba'zi holatlarda hozir mana bu yerda pro kelyapti oldindan, shundan farqlab olishimiz mumkin. Ba'zi holatda farqlashimiz qiyin bo'lib qoladi. Albatta bu fe'llarni ham sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Lekin hozircha bilishimiz kerak bo'lgan narsa, bizda ikki xil kelasi zamon bor ekan. Tugamagan va tugallangan. Ya'ni kelasi zamonda bir necha bor davom etadigan ish harakati yoki bir marta qilinadigan ish harakati. Agarda ish harakati bir necha bor qilinadigan bo'lsa, biz
qo'shimchalarni qo'yib xohlagan bir fe'limizni qo'yib aytishimiz mumkin ekan. Budu смотреть, budu писать, budu звонить. Agarda tugallangan bo'lsa, budular bular qo'yilmaydi. Bular bu yerga qo'yilishi noto'g'ri bo'ladi. Ba'zilar aytadi, ya budu прочитать deydi. Noto'g'ri bo'ladi. Bu yerda fe'lni o'zi tuslanadi. Xuddi hozirgi zamon fe'llariga o'xshab. Boshqa bir misolni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, учиться, отучиться. Biror joyda o'qimoq. Demak, bu yerda e'tibor beringlar. Bu yerda mana shunaqangi hamma joyda takrorlanib kelyapti. Budu ishlar va учиться fe'lini shunchaki qo'yib aytamiz. Misol uchun, on будет учиться здесь. Bu yerda o'qiydi. Fe'l o'zgarmaydi, mana tuslanmayapti, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Faqatgina oldidagi kelayotgan kelasi zamonni qo'shimchalari o'zgaradi. Endi bu yerda qaraymiz. Bu yerda учиться fe'lini biz hozirgi zamonda qanaqa tuslagan bo'lsak, bu yerda o't qo'shimchasini qo'shib at учусь, ya'ni ya учусь, ты учишься degandek, mana shu qismni olib tashlaydigan bo'lsak, bu qismni olib tashlaydigan bo'lsak, mana shu qismi xuddi hozirgi zamonda tuslanayotgandek bo'ladi. Faqatgina bu yerda o't pristavkasi qo'yilgan bo'ladi. Bu o'qib tugataman degan ma'noda ishlatiladi. Misol uchun, я отучусь через 2 года. 2 yildan keyin o'qishni bitiraman deganda aytishimiz mumkin. Demak, keyingi fe'lni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, звонить, позвонить. Tak, звонить qo'ng'iroq qilmoq, позвонить tugallangan shakli. Endi bularda ham xuddi shunaqa budu ishlarni qo'yib aytadigan bo'lsak, biz bu NSVda keladi, ya'ni tugamagan ish harakati bo'ladi. Agarda biz fe'lni o'zini tushunib aytadigan bo'lsak, bu SVda keladi, ya'ni tugallangan ish harakati bo'ladi. Shunaqangi tartibda o'zgartiramiz. Keyingisi, kelasi zamonda bizda NSV, SV haqida biroz ma'lumot berib o'taman. Bu mavzuni yana alohida ham ko'rib chiqamiz. Doimiy ish harakati. Misol uchun, doim bo'lib kelayotgan ish harakati bo'ladigan bo'lsa, например, я каждый день, например, каждый день читаю. Har kuni o'qiyman. Или takrorlanadigan ish harakat. Aytaylik, она каждый день работает, например. Birinchi qismida doimiy ish harakatga nisbatan biza в эти дни degan bilan aytishimiz ham mumkin. Ya'ni shu kunlarda nimadir bo'lyapti deganda aytishimiz mumkin. Davomiyligi aytilganda, ya'ni jarayon aytilganda biza NSV deb aytar ekanmiz. Ya'ni 2 soatdan beri o'qiyapti, например. Он читает уже 2 часа. Bu yerda 2 chasa bo'lgani uchun ham tugamagan ish harakati bo'ladi. Agarda tugagan ish harakati bo'ladigan bo'lsa, unda biz aniq qilib natijasi bilan aytamiz. Например, я завтра прочитаю knigu. Ertaga kitobni o'qib tugataman. Tak, natijaga ega bo'lgan ishlarda aytiladi va aniq bir vaqt bilan aytishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, завтра bilan aytdik hozir biz. Или aytishimiz mumkin, например, через год, bir yildan keyin я закончу работу. Например, диссертационную работу. Demak, bir yildan keyin bo'ladigan bo'lsa, uzr. Tak, davom ettiramiz. Bu yerda staratsiya va postaratsiya fe'llarini ko'rib chiqamiz. Demak, staratsiya ikkalasi ham bular harakat qilmoq. Harakat qilmoq degan tarjimada keladigan fe'llarimiz. Endi bu fe'lni NSV holatida ko'rib chiqamiz va SV holatida ko'rib chiqamiz. Ya'ni gapda qanaqa keladi? Она старалась получить сертификат месяцами. E'tibor beringlar, oylab, ya'ni bir necha oylab deganda месяцами deb aytamiz. Endi bu yerda to'liq tarjima qiladigan bo'lsak, ana, ya'ni u degani qiz bolaga nisbatan, staralась harakat qildi. Faqat bu yerda tugadimi, tugamadimi? Mana shu fe'lni o'zi orqali aniqlashimiz mumkin. Staratsiya bu NSV fe'li, shuning uchun hali ish harakat tugamagan. Ana staralась получить сертификат месяцами. Endi bunga qarab turib aytadigan bo'lsak, natijani biz bilamizmi mana shu joyda? Bu yerda natija yo'q. Hali biz sertifikat olganlik haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q.
Shuning uchun ham bu yerda tugamagan ish harakati bo'ladi. Mana shu so'zimiz, ya'ni mesetsami, oylab degan so'zimiz jarayon qancha davom etganini bildiradi va bu bizda NS bo'lib keladi. Shu bo'lgani uchun ham biz mana shu fe'lni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Получить degani olmoq, u oylab sertifikat olishga harakat qildi degan tarjimada kelyapti. Endi ana получила сертификат через 5 месяцев. Endi bu yerda qaraymiz. U oldi sertifikatni через 5 месяцев. 5 oydan keyin. Demak, u уже sertifikatga ega, qo'lida bor. Shuning uchun ham biz uni tugallangan qilib aytishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda стараться fe'limiz, постараться fe'limiz получить fe'lidan uslanishi bo'lyapti. Mana bu yerda получить, bu yerda стараться fe'lini o'zini o'tgan zamonda tugallamagan qilib beryapmiz. Tak, получить keladigan bo'lsak, ushbu fe'limiz ikki xil turda bo'ladi. Получать bo'lishi mumkin, NSV shakli, и получить bo'ladi. Получить уже SV, получать NSV shaklda keladi. Endi постаратсаga nisbatan shu yerda misol aytib o'tadigan bo'lsam, Она хорошо постаралась и наконец-то смогла получить sertifikat deylik. U yaxshi harakat qildi va наконец-то degani nihoyat, smogla получить sertifikat. Smogla bo'lsa oldi, moch degani biror ishni qila olmoq fe'li bo'lib keladi. Smogla degani qila oldi shu ishni, ya'ni sertifikat oldi degan tarjimada kelyapti. Ya'ni u yaxshi harakat qildi va bu yerda hozir sertifikatga ega bo'lgani uchun постаралась bilan aytyapmiz. Старалась bu yerda to'g'ri kelmaydi. Так, keyingisini ko'rib chiqamiz. Звонить и позвонить. Звонить fe'li bilan aytadigan bo'lsak, он звонил ей целый день. Целый день degani bu kun bo'yi degan tarjimada keladi. Ya'ni u murskoy rodga nisbatan aytilyapti. Женский rodga nisbatan unga deyilyapti. U unga kuni bo'yi qo'ng'iroq qildi. Demak, bu yerda u gaplashdimi u bilan yoki qo'ng'iroq qilib tushdimi unga, u haqida ma'lumot yo'q. Shunchaki u kuni bo'yi qo'ng'iroq qilgan haqida aytyapmiz. Ya'ni bu yerda jarayon qancha davom etgani aytilyapti. Shuning uchun ham biz звонил bilan beramiz. Endi bu yerda Она вчера вечером мне позвонила. Konkretni vaqt ko'rsatilgan, qachonligi, значит, u kechqurun menga qo'ng'iroq qildi. Demak, qo'ng'iroq qilgan bo'lsa, biz tugallangan qilib позвонить fe'li bilan aytar ekanmiz. Ya'ni SVNS mavzusi o'zi katta mavzu, buni yana ko'rib chiqamiz. Lekin hozircha mana shunaqangi farqi borligini eslab qolishlarini so'rab qolaman.